Assalomu alaykum. Bugun aorta anevrizmasi haqida gaplashamiz. O'zi aorta kengayib ketsa nima bo'ladi? Bu holat to'satdan o'limga olib kelishi mumkin. O'zi bu kasallik aorta anevrizmasi deyiladi. Aorta bu tanadagi eng katta qon tomiri va uning diametri 2-3 santimetrgacha borishi mumkin. U kengayib devori yupqalashsa, yorilish xavfi paydo bo'ladi. Eng xavfli tomoni ko'pincha hech qanday belgi bermaydi. Chekuvchilar, qon bosimi balandlar, yurak qon tomir kasalligi bor odamlarda xavf guruhi bo'ladi va eng ko'p qorin aortasi va ko'krak aortasida bu kasallik uchraydi. Tasavvur qilishimiz uchun bitta uzun qon tomirni bir qismi bundoq shishka bo'lib shishib qolishi va mana shu shishib qolgan qismi yorilib ketish ehtimoli yuqori, chunki uning devori yupqaroq bo'ladi boshqa joyga nisbatan. Aniqlash uchun UZI yoki kompyuter tomografiyasi yordamidagina aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Aorta anevrizmasini erta aniqlansa davolash mumkin. Agar xavf omillari bo'lsa, tekshiruvni kechiktirmasdan uni ertaroq davolashni tavsiya qilib qolardik. Kichik anevrizmalar kuzatuv ostida, katta xavfli holatlar esa operatsiya holatda bartaraf etiladi. Sog'lom turmush tarzi va vaqtida tekshiruvlardan o'tib turish bunday kasalliklarni vaqtida aniqlash va bundan ham yomon oqibatlarga olib kelishini oldini olish mumkin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.